Doktor, bir necha kundan beri boshim juda qattiq og'riyapti. Internetda o'qsam, bu miya tomirlaridagi muammo anevrizma yoki tomir chalkashishi bo'lishi mumkin deyilgan. Bu miya tomirlaridagi jiddiy muammo bo'lishi mumkinmi va tekshiruvdan o'tishim kerakmi? Ha, kuchli va oldin kuzatilmagan bosh og'rig'i ba'zi hollarda miya qon tomirlari bilan bog'liq muammo belgisi bo'lishi mumkin. Aynan shunday kasalliklarni aniqlash va davolash bilan vaskulyar nevrologiya shug'ullanadi. Vaskulyar nevrologiya bu miya qon tomirlari bilan bog'liq kasalliklarni davolaydigan yo'nalish. Bu soha nevrologiyaning bir qismi sifatida keyinroq shakllangan, ya'ni nisbatan yangi hisoblanadi. Avval bu yo'nalish Fransiyada rivojlana boshlagan. Shifokorlar miya tomirlaridagi tug'ma nuqsonlar, ya'ni tomirlarning noto'g'ri o'sishi yoki chalkashib ketishi kabi holatlarni davolash yo'llarini izlashgan. 1900-yillardan boshlab maxsus juda ingichka spiral simlar coil ixtiro qilindi. Shu usul yordamida miya tomiridagi shishib chiqqan joy anevrizmani ochiq operatsiyasiz tomir ichidan kirib davolash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa davolashni ancha xavfsiz va samarali qildi. Keyinchalik miya ichidagi noto'g'ri tutashgan arteriya va venalarni mikrojarrohlik yo'li bilan davolash ham yo'lga qo'yildi. Shu tariqa miya qon tomirlari kasalliklarini davolash sohasi asta-sekin rivojlanib, bugungi darajaga yetdi. Chet elda davolanish bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.